alaykum. Men Diyora Hasanovna, reproduktolog va ginekologman. Va bugun sizlar bilan polikistoz tuxumdonlar haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Birinchi o'rinda aytmoqchi bo'lganim, polikistoz bu bepushtlik degani emas. Menga kelgan har ikkinchi, uchinchi qizda polikistoz tuxumdonlar bo'ladi va ularda ko'pincha tushgan holatda xafa bo'lib kelishadi. Lekin aytmoqchi bo'lganim, hozirgi kunda biz polikistoz tuxumdonlar bilan kelgan qizlarni ham tabiiy yo'l bilan harakat qilib homilador bo'lishlarini ko'p ko'ryapmiz. Polikistozda ko'pincha ovulyatsiya yokida kam bo'ladi yoki umuman bo'lmaydi va birinchi o'rinda shu ovulyatsiyani to'g'irlash bilan ishlashimiz kerak. Polikistoz bo'lgan qizlarga biz sindrom polikistozных яичников deb har doim diagnoz qo'yardik. Lekin oxirgi исследованиялар bo'yicha olimlar shu fikrga kelishdiki va sindromni ozgina nomini o'zgartirishdi. Bu poliendokrinniy metabolический авариальный sindrom deb nom qo'yishdi. Shuning uchun bu sindrom polikistozных яичников, polikistoz tuxumdonlari bor qizlarda bitta yo'nalish emas, har bitta qizga qanaqadir individualniy lecheniya talab qiladi va biz shuni harakatidamiz. Har bitta qizga individual yondashib, uzoq kutilgan homiladorlikni harakatini qilamiz. Eng asosiysi qo'rqmaslik va to'g'ri vaqtida specialistga borish. Nomi qo'rqinchli bo'lgani bilan o'zi unaqa qo'rqinchli diagnoz emas. Ko'p holatlarda turmush tarzini o'zgartirishimiz bilanoq rezultat ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, bugun kelgan patsientkamdan ham polikistoz tuxumdonlar, men UZIda ko'rib bu patsientimizga birinchi o'rinda qanaqa boy qizsan dedim, chunki tuxumdonlarida to'la folikula. Bunaqa tuxumdonlar bilan faqat ishlash kerak. Bunda nima qilamiz? Birinchi o'rinda o'sha hamma o'sha bilgan, har kuni 10 ming, 12 ming, 15 ming qadam yurish, sog'lom turmush tarziga e'tibor berish. Ba'zi holatlarda ratsionda ko'p shirinlik bo'lib ketsa yoki ko'p non mahsulotlari bo'lsa, o'shani qisqartirib vaznga ham e'tibor berish. Ba'zi bir hayotdagi, turmush tarzidagi minuslarni o'zgartirishimiz, defitsitlarni to'g'irlashimiz bilan ham ekosiz, inseminatsiyasiz tabiiy yo'l bilan homilador bo'lish ehtimoli juda ham katta. Praktikamda bo'lgan bir qiziq keysni aytib o'tmoqchi edim. Patsientkam o'zi qizaloqlarni qo'llariga oldilar ham, lekin shu 1 yil oldin kelganlarida birinchi ko'rigimda 35 yosh edilar. Tuxumdonlarida to'la folikula edi. Shu ovulyatsiya bo'lmagan. Ulardan ham polikistoz tuxumdonlar edi. 10 yillik birlamchi bepushtlik edi. 10 yil bo'lgan turmushlariga farzand yo'q. 2 oy ichida natijaga erishdik. Wow rezultat deb o'ylayman. Chunki 10 yillik bepushtlik bilan kurashgan ayolga 1 oy ichida, misol uchun, sizda katta problema yo'q, ozgina defitsitlaringizni to'g'irlab, hayot tarzini to'g'irlasak, xudo xolasa homilador bo'lasiz deganimda ishonmagan edilar. Lekin 2-oyga o'zlari homilador bo'lib keldilar. O'shaning uchun yana bir bor aytmoqchiman, polikistoz bu bepushtlik, butun umrlik qanaqadir qiyinchilik, inseminatsiya har doim emas. Tabiiy yo'l bilan homilador bo'lgan qizlar protsenti ko'proq. Agar polikistoz haqida yana ko'proq informatsiya olmoqchi bo'lsangiz yoki sizni qiynagan savollar bo'lsa, tushunmagan savollaringiz bo'lib qolsa agar kommentarlarda yozing, keyingi reelslarda javob berishga harakat qilamiz.